Hurmatli o'rtoqlarimiz, lichenalarimiz davom etmoqda, azizlarim. Вот Анночка лечениясini olib bo'ldi. Как тебя чувствуешь, Анна? Отлично, работаю, уже некогда даже болеть. Молодец. Siz yaxshimisiz, o'g'lim? Manam yaxshiman, Xudoga shukr. Rahmat sizga ham. Mana bugun 5-lecheniya uylarida davolangan, o'tmay kelgan o'g'lim bo'ladi. Mana bu kishi juda ham yomon yo'talida. Kelgan paytda temperatura, yo'tal. Mana hozir hammasi o'tib ketdi. Kechqurunlari uxlolmay chiqardim yo'talni. Hozir uxlayapsizmi? Hozir yo'tal yo'q, yaxshi bo'lib qoldi. Iloyim yaxshi bo'lib ketgan bolam. Sog' salomatlik sizlarga, kunlaringiz yaxshi o'tsin azizlarim. ORVning asorati bu. O'z boshimchalik bilan davolanish bo'lmaydi. Eson-omon endi borib kelgandan keyin kelasizlar, xudo xolasa. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.